kichik suv tomchisining dunyoga sayohati. Aziz kitobxon, siz fan, geografiya va tarixni uyg'unlashtirgan ajoyib sarguzashtga tayyormisiz? Sara Gurbuz O'zirenning kichik suv tomchisining dunyoga sayohati kitobi sizni Atlantika okeanidan Afrikagacha, Yevropadan Istanbul Bosforigacha, Qora dengizdan Sharqiy Anadolugacha bo'lgan ulkan sayohatga olib chiqadi. Siz kichik suv tomchisining nigohi bilan suvning barcha ko'rinishlarini muzlikdagi, okeandagi tomchi, ba'zan esa osmonda bulut bo'lish hayajonini his qilasiz. Kitob orqali siz suv turbinalari va suv tegirmonlarining ishlash tamoyillarini o'rganasiz. Kichik tomchining qor bo'lib tog'larga, yomg'ir bo'lib yaylovlarga yog'ishini, artizanlardan otilib chiqishini va sel bo'lib dalalarga yetishini kuzatasiz. Shuningdek, siz geografik ma'lumotlar orqali yer va osmonning ajoyib tartibini kashf qilasiz. Ekologik muvozanat va atrof, muhit haqidagi bilimlarni egallaysiz. Ikki boshli burgutdan nayza o'yinigacha bo'lgan Anadolu tasvirlariga duch kelasiz va suv tomchisining sarguzashtlarini birga boshdan kechirasiz. Ushbu kitob sizga fan, sarguzasht va tabiatni sevish hissini uyg'otadi. O'qing, kashf qiling va dunyoni kichik suv tomchisining nigohi bilan ko'ring.